deylar. Menga o'shaga esarra odam toshini yo'qotib qo'ysa, bersalar savob bo'ladi. O'shaning uchun 100 ta ham toshni kichkina pistada tosh terib olinadi. Ina keyin binoga qarab yurib, yatta jamorat birinchi biz hayit kuni Qurbon hayiti o'qiymiz. Battaylar toshvori shaytonni toshvoring qilishadi. Jamorat degan joy bor, yatta ham ko'rib o'tamiz. Tushmaymiz omma lekin tushirgan qo'ymaydi. Shu hozir boramiz, bu avtobus to'xtaydi. Rahmat tog'ini yaqinroqqa boramiz. Bu toqqa chiqishlik bilan hozirgi kundagi bizga biror vazifa buyurilmagan. Yatta ba'zi odamlarni namoz o'qiyotganini ham ko'raverasiz. Hali toshni quchoqlab olib, atrofini aynalayotganini ham ko'rasiz. Shu mushrikka o'xshab gunohkor bo'lib qolamiz. Bugun bizga yatta namoz o'qish ham buyurilmagan, bu toshni ziyorat qilishlik ham buyurilmagan. Shunday ko'rib, shartli tushunchasini olib, men qo'ldan kelgancha tushuntiryapman. Hajga kelsalaring, yolg'on Arafa kuni Minoda kelib jamlanib, shom xutonni o'sha yerda o'qib, Arafa kuni tong botganda 9-Qurbon oyining 9-kuni mana shu Arafot vodiysiga erkak ayol kasal bo'lib qolganda tez yordamda bo'lsa ham, vertolyotda olib kelsa ham, ashadda bir olib ketadi. Bo'lmasa haj bo'lmaydi. Ana shunaqangi joyga boryapmiz. Rahmat tog'ini oldida hajji hujjatul vado, vidolashish hajji bo'lgan. Bundan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha hajdan borganlardan keyin 80 kundan keyin olamdan o'tganlar. Bu kishini olamdan o'tganlariga, vafot qilganlariga 1437 yil bo'ldi. Hijriy sana bo'yicha. Mana bu qo'limizdagi o'sha Ummul Quro degan nimani darvozasi, universitet, katta universitetda bu yerda bizning ham vatandoshlarimizda ancha odamlar ta'lim olishgan. Endigi kunda ham hozirda ham bor O'zbekistonda o'quvchilar bor bu yerda. Eng yaxshi oliy darajadagi maskan. Bu yerga to'g'ridan to'g'ri kelib o'qirmaydi. Boshqa institutlar bitirganlar kelib, keyin o'qishadi. Hop